Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Markaziy bank tomonidan belgilangan xorijiy valyutalarni o'zbek so'miga nisbatan 25-aprel kuni uchun amal qiladigan qiymatini e'lon qildi. Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada qulay va tushunarli. Anjirpay moliyaviy ishlaringiz uchun yagona ilova. Rossiyadagi bank kartalaridan Humo, Uzkart va Visa kartalariga pul o'tkazmalari, shuningdek naqd pul yuborish xizmati ham mavjud. Kommunal xizmatlar, internet, TV, jarimalar, soliq va kredit to'lovlari 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati. Anjirpay Rossiyadan O'zbekistonga qulay pul o'tkazmalari. Ilovani barcha platformalardan yuklab oling. Yuqori dollarning rasmiy kursi 4 so'mga ko'tarilib, 1 AQSh dollari 12.020 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1.202.048 so'mga teng bo'ldi. Yevro kursi esa 3.13 so'mga pastlab, 1 yevro 14.048 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 yevro 1.404.000 so'mga teng bo'ldi. Rossiya rubl kursi esa 1 so'mga pastlab, 1 Rossiya rubli 158 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 158.770 so'mga teng bo'ldi. Eslatib o'tamiz, har kunlik dollar, yevro, rubl kurslarini kuzatib borishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Kattakon rahmat.